Men Oltiariq zaminida tug'ilganimdan juda ham faxrlanaman. Chunki Oltiariq ijodkorlarga, san'atkorlarga, tadbirkorlarga boy yurt. Oltiariqdan juda ham buyuk insonlar chiqqan. Kundan kunga yangilik yaratadigan oltiariqlarni bilaman. Mustaqilligimiz 35 yilga arafasida juda ko'p tadbirlarimiz bo'lyapti, uchrashuvlar bo'lyapti. Men o'sha mahallalarga borib, tadbirkorlar bilan uchrashganimda yana ham faxrlanib ketyapmanki, ularning qilgan ishlaridan, ularning mehnatlaridan zavqlanaman. Sababi borsangiz bog'larida ilgari 3 xil, 4 xil uzum navi bo'lsa, hozir borsangiz 20 xil, 30 xilga yetib qoldi. Uzumlarimizni ko'rib turib havasingiz keladi. Uni hidlarini ayting. Ularni yana saqlab, butun dunyoga bormagan joyi yo'q biz uzumimizda. Endi internetga qarab kuzatib turamanda, chet mamlakatlarda Oltiariq uzumi deb yozib qo'yganlarni ham tashlashadi, ko'rib faxrlanaman. 10 yilligimizni oladigan bo'lsak, 300 yilda bo'ladigan ish 10 yilda bo'ldi desam, men adashmayman. To'ylarda, tadbirlarda ko'rib, odamlarning yaxshi yashaganini, o'zlariga to'qligini ko'rib, juda xursand bo'lib ketaman. Hamma yo'q yetarli. Tumanlarga boraman, tadbirlarga, to'ylarga boraman. Odamlarning kayfiyatini ko'rib, nihoyatda xursand bo'laman. Chunki kayfiyatlari yaxshi. Yurtboshimizdan juda ham minnatdor. Hurmatli yurtboshimiz albatta hamma sohada o'zini qarorlarini chiqarib, xalqimizga o'zlarini xizmatlarini ayamayaptilar. Ayniqsa biz san'atkorlarga ham bo'lgan e'tibor mana o'zlaring bilib turibsizlar. O'tgan yili bizni Oltiariqimizni o'zidan 7 ta odamga prezidentimizni farmonlari bilan oliy mukofotlar berdi. Ularning orasida Anvar Obidjon, Ma'murjon To'xtasinov, Oxunjon Madaliyev, qolaversa o'zim, O'zbekiston xalq o'qituvchisi Xomidjon Rahimov domla, Dehqon opamiz, Zuhra opamiz, u kishiga mana jasorat medallari berildi. Albatta bu ham bitta Oltiariqqa bo'lgan e'tiborni qarang. Hurmatli prezidentimiz tashrif buyurishganida Qo'qondan Marg'ilongacha poyezdda birga keldik. Oltiariqqa kelganda shunday bizga qarab, qalay Oltiariq mana eko tomonda to'liq ko'kmek bo'lib uzumlar turibdi-da, shunaqa xursand bo'lib ketishdi oltiariqlardan. Yana bir karra oltiariqlik bo'lganimdan faxrlanaman. Qaysi tumanga borsam, bir hafta oldin borsangiz, ya'ni haftasiga borsangiz, yana o'zgarish bo'lib qo'yadi. Viloyatda ham shu. Bittasiga borsangiz boshqacha bo'lib turadi. Maytda bu narsa yo'q edimi? Deymiz, yo asballarimiz Peshariq tumaniga xizmatga bordim. Peshariqda mana shu O'qchidan yurib borsam, Tojikistonning chegarasigacha katta asfalt bo'libdi. Yo'llarimiz shunaqa ravon, yangi asfalt. Qarang, men bir 10 kun oldin o'tganimda shu narsa yo'q edi. Shunaqa narsalar biz O'zbekistonda to'xtagan yo'q. Muzlatkichlar, shu meva-chevalarimizni qo'yib, qishda o'sha sovuq kunlarida ham o'sha uzoq yurtlarimizga shu mevalarni yetkazib berishyapti. Uylarni yeting. Mana eko tomonga qarasangiz, shu Qamchiqaydan Tinchlik shaharchasiga yursak, juda ham ko'p qavatli uylarimiz tushdi. Albatta unda hozir hamma bizning oltiariqlarimiz yashayapti. Xursand, prezidentimizga duo qilishyapti. Yurtimizga ko'z tegmasin, ilohim shunaqa bayramlar bo'laversin. Bu bayramni Xudo xolasa biz juda katta yangilik bilan kutib olyapmiz. Hurmatli prezidentimiz tashrif buyurganda O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo she'ri bilan Farg'ona ham endi yangi Farg'ona bo'ldi degan she'rini qo'shiq qilib 4 tomonda bitta shogirdim, 4 ta 8 ta shogirdim bilan shu qo'shiqni shu mustaqillik bayramida ijro etishga tayyor bo'lib turibmiz. Bunyodkorlik o'stirdi millat ruhini, xalq va davlat fitrati yagona bo'ldi. Yangi Marg'ilonga qaytdi Otabek, kumush dostonida afsona bo'ldi. Ko'ring vodiylarni yayov kezganda, ko'ngilda iftixor shohona bo'ldi. Munavvar tong otdi O'zbekistonda, Farg'ona ham endi Farg'ona bo'ldi. Bolalar musiqa va san'at maktabiga ham hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan kelganman shu maktabga. Bitta ham xalqaroga qatnashgan o'quvchi ham yo'q edi. Xalqaro ko'rik tanlovlarda o'quvchilarimiz oliy o'rinlarni olib kelishdi. Ularning medallari hammasini ko'rib, bu ham bizga bo'lgan, shu maktabga bo'lgan e'tiborni bilaman. Biz maktabdan buyuk san'atkorlar shu Qobiljon Yusupov, Soljon Mamatov, Oxunjon Madaliyev, Ma'murjon To'xtasinov, Abdulla Akbarov qizishlarimiz xudo xolasa shu yurtdan chiqadigan umid qilib qolamiz. Hurmatli prezidentimizni biz san'atkorlarga bergan e'tiborlari uchun butun san'atkorlar nomidan, ayniqsa shu farg'onalik san'atkorlar nomidan
shogirdlarim nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lsin, uzoq yillar bizga bosh bo'lib yursin. Men mana shu tor menga bir umr hamrohlik qildi. Xudo xolasa meni niyatim, shogirdlarimizning ham niyati shu xalqimizga yaxshi asarlar, yaxshi qo'shiqlar aytish bizning niyatimizda bor. Oldinda rejalashtirgan ishlarimiz ko'p. Albatta yurtimizda yaxshi tadbirlarida o'z qo'shiqlarimiz bilan qatnashamiz. Yurtdoshlarimizni mustaqilligimizni 35 yilligi bilan chin qalbdan butun o'zim nomimdan qolaversa shogirdlarimni, san'atkorlar nomidan tabriklayman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mustaqilligimiz hamisha abadiy bo'lsin.